O'g'il boqdim bir kunimga yarar deb, qiz o'stirdim xizmatimni qilar deb, kecha kunduz uxlamayin bolam deb, endi izlab topolmaysan izimni. Qilib puling sarflama, yetti qirqlar qilib puling sarflama, savob qildim onamga deb o'ylama, duo qilgin Qur'on o'qi haqqimda, shunda ruhim kelib qo'llar o'zingni. Endi o'ylab ko'rgin bolam so'zimni, izlab topolmaysan izimni. Shunday deganda hamma sog' bo'lsin, hech kimni o'rni yo'qolmasin. Doimasini yaxshi kunlarga, davralarga o'ttirish hammamizga ham nasib eylasin. Allohga o'zi qo'llasin. She'rni bu safar aytib beraman. Mana sinfimizda umuman doskaga chiqmagan Izzat bo'libdi. Izzat nima doskaga chiqmasding hech? Uyalaydi. Uyalaring bor deydi. Hozir ham shundaysan. Gapirmaysan, nimaga iching qizib ketgan? Hikmat Yassaviyni she'ri nima aytadi? Islomga ham hozir. Qaysi? Chubinot Boshi nima aytadi? Beshak biling bir dunyo. Beshak biling bu dunyo. Bir kun Boshidan o'taro. Beshak biling bu dunyo. Bir kun bizdan o'taro. Inonmagin molingga, bir kun qo'ldan ketaro. Ota ona g'animat, qayon ketdi fikr qil. To'rt oyoqlik chubin ot bir kun senga yetaro.